Alo. Labbay. Ashror televizya kim motosiklet chiqdi televizya? Ha, valati zino. Valati zino. O'zingni ovozingni qo'yib, montaj qilib maza qilib yursanmi? Ha, valati zino. Taniysanmi yo'qmi? Taniysanmi? Onangni tanimayman. Yo'q, televizyani motosikletga qizni so'rayapman. Yo'q, onangni tanimayman. Qizini esloldi. Onang kim bilandir zino qilib seni tug'ib qo'ygan bo'lsa, dadangni qidirayotgan bo'lsang, u men emasman. Hali bayinatu anil mudda'i tani. Kel, oldimga kelgin, men isbotlab beraman. Nimaga qochib ketding Fransiyada? Qanchalik katta qochib ketding-ku oldinga borganda. Lamanushka Lamanushka bu o'g'rilarni lug'ati. Birinchidan qochganim yo'q. Ikkita odam Arman bilan bitta Arman kofir bilan bitta Dog'istonlik bola keldi. Qanaqasiga sen kelasan? Nimaga o'zingni ovozingni montaj qilyapsan? Oxiratga iymoning yo'qmi? montajdami? Montajdi. Yo'q, sen qanaqasiga urasan? Sen qanaqasiga urasan? Meni oldimga kela olganing yo'q-ku. Gap aylantirayotganim yo'q. Seni onangni tanimayman. Seni onang kim bilandir zino qilib seni tug'ib qo'ygan bo'lsa, u men emasman. Dadangni qidirayotgan bo'lsang adashasan. Sen valati zino bo'lsang, onang agar tushini ko'chadan tug'ib qo'ygan bo'lsa, u men emasman. U men emasman. U seni onang tanimayman. Onangni tanimayman. Onang zino qilib seni tug'ib qo'ygan bo'lsa, onang zino qilib seni tug'ib qo'ygan bo'lsa, u dadang men emasman. Mingta odam eshitadimi? 10 mingta odam eshitadimi? Sen yuzma-yuz kela olganing yo'q. Yevropagacha bordim, Fransiyasigacha bordim. Yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz degan edik. Sen o masjidni tashlab olib masjidga kel deganingda ham, masjidni ham sen Google'dan qidirib tashlagansan. Yuzma-yuz kelaman. O'zbekistondan Luboy joyga chiqsang, Luboy joyda ko'rishaman degansan. Fransiyaga biletini olib beraman degansan. Men bordim Fransiyagacha, kela olganing yo'q-ku. Men hech joydan qochgan joyim yo'q. Men hech joydan qochgan. Meni oldimga kelgan sen emassan. Oxiratim kuysin, qiyomatda jahannamga tushay iloyo, bormagan bo'lsam deb qasam ichchi hozir. Qasam ichchi hozir. Oxiratim kuysin, iloyo, men o'sha kuni seni oldinga bormagan bo'lsam, oxiratim kuysin, jahannamda abadiy qolayin deb qasam ichchi. Fransiyada men seni urdim, men seni qochirdim. Sen kaltayib qochib ketding, Elamanutga. Endi televizor kimligini qasam ichchi, men oxiratim kuysin, abadiy jahannamda qolayin. Men o'sha Fransiyada seni oldinga bordim deb qasam ichchi. avval televizorni gapir yoki Yo, men seni onangni tanimayman. Sen u Feruza deysanmi, boshqa men tanimayman birortasini. Lekin seni valati zino ekanligingni bilamiz. Nimaga kela olmading? Nimaga montaj tarqatyapsan? O'zing, ya'ni oxiratga iymoning yo'qmi seni? Oxiratga iymoning yo'qmi seni? Oxiratga iymoning yo'qmi sen haromini? Valati zinoni oxiratga iymoning yo'qmi? Ha, oxiratga iymoning yo'qmi? Nima qilasan yolg'on gapirib? Mo'min odam yolg'on gapirmaydi. Erkak ko'rishaman, gaplashaman, ko'rishaman deb masjidni rasmini tashlayapsan. Masjid Google'dan topgan video bo'lib chiqdi va masjiding. Fransiyada bordim deyapsan. Ha, men borgan bo'lsang, aytchi, hozir mana shu odamlarning oldida aytchi. Aytchi odamlarning oldida abadiy jahannamga roziman. Qiyomat kuni Allohim meni jannatga kirgizmasin. Agar abrorni oldiga bormagan bo'lsam, dechchi qasam ichchi? Ich qasam. Yo, sening savolingga javob yo'q. Sen bilan yuzma-yuz gaplashamiz deganman. Sen bilan yuzma-yuz gaplashamiz. U mavzular. Sen valati zino uzoqqa borib olib, montaj qilib olib o'zingdan nimadir yasayapsan. Shariatda yuzma-yuz gaplashiladi. Qilgan da'voyingga yuzma-yuz javob berasan deb bordim men. Fransiyada seni quvdim men atrofindan. Qanisan dedim, yo'q. Sen begona odamlarni, kofir odamlarni menga zakaz qilyapsan. Yana lamanushka deyapsan. Sen musulmonmisan? Juda katta ehtimol bilan musulmon emassan. Sen qiyomatda abadiy jahannamga kirayin.
Men jannatni hidini ham hidamayin. Agar Abror Fransiyada oldiga bormagan bo'lsam, Fransiyada Abrorni oldiga bormagan bo'lsam, o'shanga men sakramagan bo'lsam, abadiy jahannamga ketayin, jannatni hidini ham hidamayin degin, men senga keyin videolarni qo'yib beraman. Qasam ichchi qani? Qanaqa videoni qo'yib berasan? Seni yolg'onchi ekaningni videosini qo'yib beraman. Yolg'onchi ekaningni. Bu narsalarni hammasi tuhmat shu kungacha qilib kelyapsan. Yuzma yuz kel, zino qilganimni isbotlab ber dedim, qilaman deding. Bordim Fransiyagacha, kelganing yo'q. Fransiyagacha bording. Sen valati zino, sen juda katta ehtimol bilan haromisan. Haromi bo'lganing uchun bir kun olib xohlagan gapiraman deyapsan. Xotinlarning masalasini qo'y, ularni yuzma-yuz o'tirib gaplashiladi. Ular erkak kishi bir xotinni masalasini aralashtirib, erkak bilan bunaqa hezalaylik qilmaydi. Sen 3-marta so'rayapman. Fransiyada Abror Muxtor Aliyni oldiga agar men bormagan bo'lsam, abadiy jahannamga ketayin, jannatni hidini hidamayin deb qasam ich hozir. Bo'ldi, men keyin senga savolingga javob beraman. Bo'ldi, eshitsanmi endi? Eshit, qasam ich, boshqa gapga o'tma. Men aytgan lafz bilan qasam ich, bo'ldi. Men aytgan lafz bilan. Demak, sen javob bera olmaysan. Demak, valati zinosan. Ko'rishamiz hali.